O'zbekiston jamoasi butun dunyoni lol qoldirmoqda. Gap shundaki, o'zbekistonlik tadbirkorlar, blogerlar va oshpazlar jamoasi bir necha kun davomida suv ostida qolib ketgan Dog'iston fuqarolariga tekin osh tarqatmoqda va bundan tashqari qolgan jamoalar ham o'zlarining mehnatlari evaziga pul yig'ishib, aynan Dog'iston xalqiga uy qurib bermoqda. Bu holat esa butun Rossiya xalqini lol qoldirmoqda va bu jamoaning bu qilgan ishiga butun ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari lol qoldi. Siz ham albatta bu jamoani qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Men shu jamoada bo'lgandan xursandman. Tonna xizmatingizdan oshdan damlab beraman. Muammo yo'q. Assalomu alaykum O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Biz hozir Dog'istonga yetib keldik. Ko'rayotganlaridek Dog'istonda suv toshqini bo'ldi. O'zbekiston shu yerda. Botir aka, Achchig'och, Дагестан, мы с вами. Сегодня наши братья из Узбекистана приехали готовить плов и угощать тех, кто приезжает работать. Biz bu ishimiz bilan O'zbekiston barcha davlatlar bilan birgaligini ko'rsatib qo'ymoqchi edik. Mimesti, Dagestan. Biz bugun 1,5 ming kishiga osh tarqatdik. Alhamdulillah 3 ta qozonda mana 500 kishidan 1,5 ming kishiga. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzayevga bir gaplari bor. Biz bir bo'lsak, millatlarimiz bir-biriga muhabbatli bo'lsa, bir vatan bo'lsak, bizni qo'limizdan ko'p ish keladi. Bu ehson O'zbekiston nomidan Va butun O'rta Osiyo nomidan. alhamdulillah. Kim o'ylabdingiz Dog'istonlarda mahajgalarda osh tarqatamiz? Alloh rozi bo'lsin. Hamma bu tashkillashtirgan birodarlarimiz. Мухаммад, это бесплатно, отдай бесплатно. Мы с вами. Assalomu alaykum O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Biz hozir Dog'istonga yetib keldik. Ko'rayotganlaridek Dog'istonda suv toshqini bo'ldi. O'zbekiston shu yerda. Botir aka, Achchig'och. Men shu jamoada bo'lgandan xursandman. Tonna xizmatingizdan oshdan damlab beraman. Muammo yo'q. Сегодня наши братья из Узбекистана приехали готовить плов и угощать тех, кто приезжает работать. Biz bu ishimiz bilan O'zbekiston barcha davlatlar bilan birgaligini ko'rsatib qo'ymoqchi edik. Mimesti, Dagestan. Biz bugun 1,5 ming kishiga osh tarqatdik. Alhamdulillah 3 ta qozonda mana 500 kishidan 1,5 ming kishiga. Bu ehson O'zbekiston nomidan. Va butun O'rta Osiyo nomidan. alhamdulillah. Kim o'ylabdingiz Dog'istonlarda mahajgalarda osh tarqatamiz? Alloh rozi bo'lsin. Hamma bu tashkillashtirgan birodarlarimiz. Мухаммад, это бесплатно, отдай бесплатно. С Узбекистана приехали. Пойдем, брат, покушаем. Вот они. Дагестан, ты не один. Приготовили вот такой прекрасный плов. Да хватит, брат, по чуть-чуть положим нормально. Нашим участникам, пожалуйста. Вот так вот. Вот и наши братья. Assalomu alaykum брат. Как вы? Вот так вот. Благодаря таким братьям, как вы, мы держимся. С вашей поддержкой и помощью. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Аминь. Пусть Аллах воздаст вам благом. Баркалла. Спасибо, брат. Баркалла. Amin. Баркалла. Keladi suv toshgandan keyin mashinasiga o'tirib, to'g'ri Andijondan Mahajkaga kelgan mana Baxtiyor akani oldilari keldi. Baxtiyor akam o'zi oshpaz. Mashalloh. Men qanaqa his o'zingizdan o'tyapman mana shu xayrli ishda qatnashayotganingiz uchun. Baxtiyor aka, O'zbekistonda ko'rib, bu suv bosganlarni ko'rib, sразу o'zim boshlamda mana. Yo'lga chiqib keldim. O'zbekistondan keldingiz. Andijondan keldingiz. Andijondan mashinada keldingiz. Boshida keldim. Bu qayerda oshi? Andijonda oshi. Bu Andijondan oshi, to'g'rimi? Bu yerda hozir nech puldan sotyapsiz oshi aka? Ana xayriya songa 400 rubldan tushgan pulni xayriya son. Ular 400 rubldan sotasiz. Bu tushgan pulni nima qilasiz? Ana bu suvdan jabr ko'rganlarga ehson qilingan. Hammasi to'liq. Как мое видео вчера взлетело на нереальные масштабы, Абдулбари, брат, вам от души баркалла. Вы сильно поддержали ислам, ты гигант, брат, вы вообще гиганты же, с вам баркалла от души. Как они обещали,
Приехали сегодня, Мамед коллега готовят плов. Первый месте кто? Дагестан. А плов? O'zbekiston. Xizmat o'zbeklar qo'ydim bu Toshkentda Baxtiyorga. O'zbeklar hech qachon qo'ldan boy bermaymiz. Biza osh temasida nomer 1miz. Oshxonasi o'zbekida nomer 1. Железо. А вот это barba? Barba Dagestan. Dagestanda. A plov? Plov? O'zbekiston. Hozir bu yerdan tushgan pul nima qilinadi, Aliki? Bu yerdan tushgan pulni 100% hammasi благотворительный fondlarga o'tkaziladi. Bu o'sha suv toshqinida zarar ko'rgan oilalar uchun ishlatiladi. 100% hammasi. Teng-tengiga. Kendi bir dona machit omon qolgan. Tasavvur qilasizlarmi? Biz hozir Mametkalaga keldik. Mametkalada mana suv yo'llarni yuvib ketgan. Men hozir most ustida turibman, mana ko'ryapsizlar, bu mostni shunday suv yuvib olib ketgan. Mana most yarmi yo'q. Вот она наша дружба. Здесь на самом деле эти ребята и плов, и все узбекские блюда, которые у них есть, самые вкусные, они приготовили, угостили нас. Хотелось бы своим подписчикам, всем, кто на меня смотрит, от души, от Дагестана, от всех наших братьев, сказать баракалла нашим братьям с Узбекистана, которые бросили, оставили все свои дела, приехали в Дагестан, поддержать Дагестан, такую сложную, трудные минуты. Все только лучшего мы вам желаем, и Дуня, и Дай Аллах вам здоровья, счастья, любви. Спасибо большое вам, маме, нашей сестры, за то, что отправили ваших сыновей к нам на помощь. Мы вас любим сильно, родные наши сестры. Zachем плачешь? У тебя есть возможность? Yig'lab yubordilar. Bilasizlarmi? Men juda ham xursandman. Juda ham xursandman. O'zbekligimdan, sizlardagi auditoriyam borligidan va shu insonlarning yoniga yetib kelganimdan. Спасибо большое. Низкий поклон вам. Hozir juda ham situatsiyalar og'ir, lekin не плачьте. Boz. Somsada. Hozir Dog'istonda bu yoqda palatka, to'ji bu yoqda ham hamma hasharda и bizni bu yoqda osh tayyorlayapmiz, qaranglar. 4 ta qozon osh, akamizni somsa qilyaptilar. O'zbekistonda kayfiyat somsa eshitganmisiz? Ha? Endi eshitamiz-da mana xudo xolasa. Hali eshitmagan ekanlar, inshaalloh. Moskvadan ham anaqa ochishgan. Bo'ldi. Esladim. Ilili. Da. Sizniki qanaqa somsa bu? Bizniki qatli somsada. 3 somsa qatli. Buni yaxshi ko'raman. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Biz esa yaxshilikda davom etamiz. Что там? Хочу показать. Что? Мою страницу? Литвина у меня нету, да, Литвина? Не, Литвин зачем? Брат, имя... Смотришь, да, вот у этого 1 700 000 этих подписчиков, у этого 1 400 000, по-моему, у этого 1,5 миллиона, у него тоже больше 1,5 миллиона. И все просто в шоке. А я официально. Так, Абдулбари, вот он тоже один из молодых таких. Ассаламу алейкум. Как вы, брат? Альхамдулилlah, ты для Дагестана дуа сделаешь? Нет, я первый, birinchi marta keldim. Да? На своем делай. А, на своем дуа сделай. Гой? Дуа? Да. Чтоб Аллах сохранил. Дорогие друзья. Ko'rganlarda, alhamdulillah. Hozir juda ham yana ko'p mashinalar keldi. Tam bitta, ikkita, uchta, hozir yana ikkitasi ketdi. Va yana bitta Isuzu, Kamaz, bitta fura yordam keldi. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ko'p joylardan yordam keldi. Tojikistondan yordam keldi, Qirg'izistondan yordam keldi. Yana Allohning izni bilan biz O'zbekistondan yordam keldi. Va yana hozir bitta 200 ga yaqin hasharchilik kelishadi. Qolgan mana bu joylarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ko'p joylar suv bilan bosib ketilgan. No, Allohning izi bilan ancha hozir holat yaxshi. Biz aynan Mametkalada mana shu masjidning yonidamiz. Va har kuni shu joy oldiga ba'ziga yig'ilyapmiz, shu yerga qarab turib ketilyapti, tarqalyapti, ishlar qilinyapti. Inshaalloh hali yana bir necha kun biz bu yerda bo'lamiz.
братья с Узбекистана приехали поддержать Дагестан, оказывать всю помощь, как финансово, так и физически работают, помогают, делают. Слава будет доволен вами, братья. Узбекистанцы, также сестры, все, кто не остался в стороне, всем огромное баркала от Дагестана. Assalomu alaykum O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston. Biz hozir Dog'istonga yetib keldik. Ko'rayotganlaridek Dog'istonda suv toshqini bo'ldi. O'zbekiston shu yerda. Botir aka, achchig'och. Men shu jamoada bo'lgandan xursandman. Tonna xizmatingizdan oshdan damlab beraman. Muammo yo'q. Дагестан, мы с вами. Сегодня наши братья из Узбекистана приехали готовить плов и угощать тех, кто приезжает работать. Biz bu ishimiz bilan O'zbekiston barcha davlatlar bilan birgaligini ko'rsatib qo'ymoqchi edik. Mi Messi, Dagestan. Biz bugun 1,5 ming kishiga osh tarqatdik. Alhamdulillah 3 ta qozonda mana 500 kishidan 1,5 ming kishiga. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirzayevga bir gaplari bor. Biz bir bo'lsak, millatlarimiz bir-biriga muhabbatli bo'lsa, bir vatan bo'lsak, bizning qo'limizdan ko'p ish keladi. Bu ehson O'zbekiston nomidan. Va butun O'rta Osiyo nomidan. Alhamdulillah. Да, Узбекистан. Салам алейкум. Как зовут? Фатима зовут. А? Фатима. Фатима. Фатима? Да. Машаллах, красиво. А вас? Кристина. Вы Машаллах. красавчики, вы просто красавчики. Москва, Спасибо. Москва, Махачкала. А, Махачкала и Москва, да? Я Узбекистан, Ташкент. Спасибо, отлично. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin. Da, bitta Ramzan bizga pulni yordam berib yuribdilar. Hozir mana juda ham ko'p osh tarqatib yuribmiz va sizlar ham qo'lingizdan kelgancha bizani qo'llab-quvvatlanglar. Nimaga? Bu bizga motivatsiya beradi. Bu bizani podдержка qiladi va keyingi yaxshiliklarda bizga yana ham kuch beradi. Hammaga rahmat. Biz esa davom etamiz.